Прохожу тавр, но если упаду, меняется язык. И мы начнем эту игру с русского языка. Русский это базовый язык для моих роликов, поэтому мне будет несложно. Главное не упасть. И пойдем проходить тавр. Как знают многие, я не русская, я просто узбечка, но очень хорошо знаю русский, потому что с детства меня учили русскому и узбекскому. И поэтому мне несложно разговаривать на русском. Так, что-то я сговорилась, давайте проходить, надеюсь. Ana endi o'zbekchada davom ettiramiz. O'zbekchada tushib ketmasam bo'ldi, chunki russkiy bilan o'zbekskiydan tashqari boshqa umuman tillarni bilmayman. Ozgina angliskiy bilaman, qolgan tillarni umuman bilmayman. To'g'risini aytsam, ruschani ko'proq o'zbekchadan ko'ra bilar ekanman, chunki hamma so'zimga ruschani qo'shib yuboryapman. Bilmayman nima bunaqa. Mayli, ruschani qo'shmay turaman, chunki challenge'imizda men o'zbekcha gapirishim kerak, ruschasiz. Yana o'zbekchada qanaqa so'zlar bilishimni bilasizlarmi? Yaxshisi bilmay qo'ya qolinglar. Hozir o'ylab qarasam, mana o'zbek obunachilarim bormi-ki ruschadan tashqari? Agar o'zbek bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring, shunga qarab bilib olaman. Yetganchi, qaranglar qanaqa zo'r o'ti. Rahmat, kattakon. O'ylab qarasam, tavrab qo'l o'tishi bilmas ekanman. And the turn of English. Sorry, but I am not speak English. I am as Uzbek and I am as oi. I don't know what I am saying, but I like it. I wonder if I have subscribers from America? I hope not, please. Okay, it's good. Oh, thank you, my bro.